Demek bugungi mavzuyimiz teskari funksiya. Xo'p, kitobdagi berilgan misollarni ko'rishdan oldin biroz tushuntirish berib o'tib ketaman. Teskari funksiya qanday funksiya? Xo'p, teskari funksiya bu qandaydir y teng fx funksiya beriladigan bo'lsa, mana shu y teng fx berilgan funksiyani y teng x to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik burishdan hosil bo'ladi. Ya'ni, xo'p, teskari funksiya degani biz bundan oldingi mavzularda ko'rdik. Bizga qandaydir funksiya berib turib, shuni y teng x ga nisbatan simmetrik burib berilsa biz nima qilardik? X ni topib, y bilan o'rnini biz almashtirib qo'yardik. Bunda ham xuddi shu ishni qilamiz. Ya'ni bizga qandaydir misol berilsin, 3 ta x minus 1 degan misol berilsin. Mana shundan, mana shu funksiyaga teskari funksiyani top desa, biz tushunishimiz kerak, y teng x ga nisbatan simmetrik burilgan funksiyani topishimiz kerak. Ya'ni bundan x topib olamiz. Bu yoqqa o'tsa plus bo'lib o'tdi. Y plus 1 teng 3 ta x. Buni bo'lib oladigan bo'lsak har biriga y taqsim 3 plus 1 taqsim 3 teng x bo'lyapti. Biz endi x bilan y ni o'rniga almashtirib qo'yamiz. Ya'ni buni o'rniga men yozishimga y ni, buni o'rniga esa x taqsim 3 plus 1 taqsim 3 ko'rinishida bo'ladi. Ya'ni buni grafikda tasvirlaydigan bo'lsak, ax mana bu ay bo'ladigan bo'lsa, buni grafikini chizadigan bo'lsak, hop x ga 0 bersak minus 1 dan o'tadi. Minus 1 dan y ga 0 bersak 1 taqsim 3 dan. Taxminan buni grafigi tikroq mana shu ko'rinishda o'tadi. Mana shu funksiyani, mana shu funksiyaga teskari funksiyani top desa, biz mana bu yerdan y teng x degan to'g'ri chiziqni tortib olamiz va buni mana shunga nisbatan simmetrik buramiz. Ya'ni mana bu funksiya bu tomonga o'tib qoladi. Ya'ni bunga nisbatan simmetrik buradigan bo'lsak, ya'ni hop simmetrik burishni o'zi vositasi nima edi? Bir xil masofa bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu yerdagi masofa bilan yangi hosil bo'ladigan funksiyaning orasidagi masofa teng bo'lishi kerak. Hop, mana bu yerdagi masofa bilan buni masofasi teng bo'lishi kerak va mana bu yerdagi masofa bilan mana bu yerdagi masofa teng bo'lishi kerak. Ya'ni masofalar bir-biriga teng bo'lishi kerak. Buni birlashtiradigan bo'lsak, taxminan mana shu ko'rinishda grafik hosil bo'ladi. Hop, bizda endi hop, sertifikat misollarimizda deylik yoki har qanday beriladigan test kitoblarimizda aytadi. Y teng fx degan bitta funksiyani beradi-da, bizdan y teng f minus 1-darajadagi x funksiyani top deydi. Mana bu funksiyaning teskarisini yozib qo'yadi. Buni ham bir aytib o'tdim. Yana hop, teskari funksiyaga doir eng kerakli va mashhur formula bor. Bu asosan qiymatlarni ashlashda bizga yordam beradi. Ya'ni f x teng a ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, f minus 1 a teng bo'ladi x ga. Mana shu eng mashhur formulalardan biri. Biz buni yodlab olishimiz kerak. Ya'ni rostdan ham teskari funksiyaning qoidasiga biz to'g'ri ish qilyapmiz. Teskari funksiyada hop bizga aytardi. Hop, fx funksiya a ga teng bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana bu fx funksiyaning aniqlanish sohasi yangi hosil bo'ladigan f minus 1-x, ya'ni bu teskari funksiyaning qiymatlar sohasiga o'zgarib qoladi. Ya'ni shu yerdan bilsak bo'ladiki, teskari funksiyaning qiymatlar sohasi dastlabki berilgan funksiyaning aniqlanish sohasiga teng bo'lib qoladi. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Argument tashqariga chiqsa, bu yoqda berilgan buni ichiga kirib qolyapti. Mana shu hosiladan kelib chiqadi. Yoki yana biz grafiklarda ko'plab ko'radigan misollarimiz, qandaydir mana shu ko'rinishda misol beriladigan bo'lsa, hop, grafik beriladigan bo'lsa, mana shuni simmetrik burishdan hosil bo'lgan funksiyani toping deydi. Bunda ham y teng x to'g'ri chiziq tortib olamiz va bu mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, yangi funksiya tortadigan bo'lsak, mana bu yergacha bo'lgan masofa bilan mana bu yergacha bo'lgan masofa teng bo'lishi kerak. Bu bilan mana bu yergacha bo'lgan masofa, mana bu yergacha bo'lgan masofa bilan bu teng bo'lishi kerak. Buni birlashtirsak, mana shu ko'rinishdagi bir funksiya bo'ladi. Ya'ni juda ham oddiy, hammasini y teng x ga nisbatan simmetrik burishimizdan hosil bo'lyapti. Dastlabki tushunchalar berildi. Endi misollarni ko'rsak bo'ladi. Hop, birinchi misolimizga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu funksiyani berib, bizdan fx funksiyani so'rayapti. Bunda nima qilamiz? Bunda mana bu yerga biz x o'rniga qandaydir qiymatni qo'yishimiz kerak. Natijada bu, ya'ni mana bu 2x minus 3 degan qiymatni qo'ysak,
Yana bu x ga qaytib qolish kerak. Buni nima qilamiz? Hop, t harfidan belgilab olamizda. Bu yerdan x ni topamiz. 2x teng bo'ladi t plus 3 ga. Bu yerdan x ni qiymatini topadigan bo'lsak, t plus 3 taqsim 2 bo'lib qoladi. Endi x bilan t ni o'rnalashtiramiz. Natijada t teng bo'ladi x plus 3 taqsim 2 ga. Rostdan ham mana bu yerda x o'rniga biz buni qiymatini qo'yadigan bo'lsak, 2 bilan 2 qisqarib ketadi-da, x plus 3 minus 3 bo'lib, bu yerda fx o'zi qoladi. Ya'ni biz nima qilamiz? Har bitta x o'rniga x plus 3 taqsim 2 ni qo'yib chiqadigan bo'lsak, mana bu berilgan funksiyaning argumenti fx bo'lib qoladi. Natijada mana bu yerda x o'rniga buni qo'yamiz. x plus 3 plus mana bu yerda taqsim 2 bor. Ya'ni mana bu yerga qo'ydim. Plus 1 taqsim mana shu yerda x, ya'ni x plus 3 taqsim 2 endi esa minus 1. Xo'p, endi buni biz soddalashtirib qo'ysak, fx funksiyamiz teng bo'ladi. Mahraj beradigan bo'lsa 2 qo'shsak 5. x plus 5 mana bu yerda taqsim 2, bunda ham taqsim 2 bor, qisqarib ketadi. Mahraj bersa 3 minus 2 bo'lib turib, x plus 1 bo'lib qoladi. Javob mana shu ko'rinishda bo'ldi. X plus 5 taqsim x plus 1 degan javob bizda D javob. Xo'p, har qanday berilsa t ga tenglaymiz. T ni topib, bu yerda x ni topib, t bilan o'rnini o'zgartirib qo'yamiz va har bitta x o'rniga mana shu qiymatni qo'yib chiqsak, fx funksiyani qaytarib beradi. Endi ikkinchi misolimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, mana shu funksiyaga mana bu oraliqda teskari funksiyani toping deyapti. Teskari funksiya topish uchun biz nima qildik? Xo'p, x ni topib, y bilan o'rnini biz almashtirdik. Lekin bu yerda x kvadrat bo'lyapti, bu yerda x kvadratda qatnashyapti. Biz shunda to'la kvadratga keltirib ishlaymiz bu kabi misollarni. Ya'ni y teng buni x kvadrat minus 6x plus 9 plus 3 qilib yozib oladigan bo'lsak, mana bu nima bo'lib qoladi shunda? X minus 3 ning qausda kvadrati bo'lib qoladi. Endi bu ko'rinishga kelib qoladigan bo'lsa, bu nima bo'lib qoldi? Shuni yozib ketsak bo'ladi. Y teng x minus 3 ning qausda kvadrati plus 3 bo'lib qoldi. Endi plus 3 bu yoqqa minus bo'lib o'tadigan bo'lsa, hop, x minus 3 ning qausda kvadrati teng bo'lyapti y minus 3 ga. Endi mana shu ko'rinishga keldi. Biz nima qilamiz? Kvadrat daraja pasaytirib o'ramiz. Ya'ni bu yerdan mana bu xoslar ro'y beradi. Bitta bunday qilib bir taqsim 2 darajaga ko'tarib o'radigan bo'lsak, mana bu yerda qolyapti. X minus 3 teng bo'lyapti kvadrat ildizi ostida y minus 3. Har bir tomondan kvadrat ildizi olsa, kvadrat ildizi olib ham bo'ladi. Endi betdan x topadigan bo'lsak, y minus 3, mana bu minus 3 bu yoqqa o'tsa, plus 3 bo'lib o'tdi. Mana bu oraliqda bizga bekorga bermabdi. Chunki mana bu kvadrat ildizi doim nima bo'lishi kerak? Musbat bo'lishi kerak. Endi musbat bo'lishligi uchun nima bo'ladi bu? Mana bu yerdagi y o'rniga minus cheksizlikdan 3 gacha bo'lgan qiymatni qo'ysak, bu manfiy bo'lib qoladi. Demak, minus chiqarib ochiladi. Ya'ni x bu ko'rinishda bo'lsa manfiy bo'lganligi uchun o'rnini almashtirib qo'yamiz. Ya'ni bu ildiz ostida 3 minus y plus 3 bo'lib qoladi. Tushunmaganlarga yana bir tushuntiraman. Mana bu yer juft darajali ildiz bo'lganligi uchun buni ichi doim musbat yoki nolga teng bo'lishi kerak. Hozirgi holat bo'yicha y minus 3 bo'yicha mana bu yerda biz istalgan son tanlab qo'yadigan bo'lsak, bu manfiy bo'lib qoladi. Shunga biz buni o'rnini almashtirib ochdik. Endi hop, bu yerdan x bilan y ni o'rnini almashtiradigan bo'lsak, bu teng bo'ladi ildiz ostida 3 minus x plus 3 ko'rinishiga kelib qoladi. Ya'ni biz bunga teskari bo'lgan funksiyani topdik. 3 minus x plus 3 degan javob bizda D javob bo'lyapti. Ya'ni mana bu berilgan funksiyaning qiymatlar sohasi yangi hosil bo'lgan funksiyaning aniqlanish sohasiga tushib qoldi. Va biz to'g'ri ish bajardik. Xo'p, 3-misolni mana shu yerga ko'rishga harakat qilamiz. Bizga funksiya beryapti. F 3x plus 1 taqsim x minus 1. X minus 1 ko'rinishida funksiya berib, buni teng deyapti x plus 2 ga. Bog'lanish berilgan deyapti. Fx ga teskari funksiyaning minus 1 nuqtadagi qiymatini toping. Ya'ni birinchi bo'lib turib biz nima qilishimiz kerak? Bunga teskari funksiyadan minus 1 teskari funksiyaning minus 1 ni topishimiz kerak.
Birinchi bo'lib dastlabki berilgan funksiyani o'zini topalaylik biz. Dastlabki berilgan funksiyani o'zini topoladigan bo'lsak, mana buni tagga tenglardik. Ya'ni 3x plus 1 taqsim x minus 1 deb biz tenglashimiz kerak. Tga buni proporsiya qiladigan bo'lsak, 3x plus 1 teng bo'ladi tx minus tga. Endi bu yerda x topadigan bo'lsak, 3x bu yoqqa o'tsam minusdan tx teng minus 1 minus t ko'rinishi kelib qoldi. Endi bu yerdan hop x qavs topib chiqib ketib 3 minus t ni yoqqa bo'laveradigan bo'lsak, minus 1 plus t, ya'ni bundan minus olib chiqib ketdi. Bu yerda x topib chiqsa 3 minus t qolyapti. Mana shu minus yo'qotib turib t minus 3 qilib yozib oldim. Demak, men t bilan x ni almashtirishimiz kerak endi. 1 plus x taqsim x minus 3 qo'ysam, dastlabki berilgan funksiyani topar ekanman. Ya'ni f har bitta x o'rniga mana bu qiymatni qo'yib chiqamiz. Shunda bu x bo'lib qoladi. f(x) mana bu x o'rniga buni qiymatini qo'yamiz. 1 plus x taqsim x minus 3 plus 2. Endi bunga mahraj beraveradigan bo'lsak, fx funksiyani topdik. Bu hop mahraj beraversak 1 plus x plus 2x minus 6 taqsim x minus 3 ko'rinishiga keladi. Endi f x teng bo'lyapti 3 ta x minus 5 taqsim x minus 3 ga. Bizdan nima so'ragan? Teskari funksiyaga minus 1 da qo'yib berganmi? Men eng teskari funksiyaga doir mashhur formulani yozib berdim. Mana shundan foydalansak juda ham oddiy chiqadi. Ya'ni fx teng qandaydir minus 1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, f minus 1 darajada minus 1 teng bo'ladi x ga. Mana shu xossa o'rinli bo'ladi. Ya'ni mana bu yerdan f minus 1 desam, mana bu argument bilan o'rni almashib qoladi. Ya'ni f 3x minus 5 taqsim x minus 3 faqat daraja minus 1 chiqib qoladi, teng bo'ladi x ga. Demak, mana buni minus 1 ga tenglaydigan bo'lsam, x qiymati kelib chiqadi. Bizdan o'zi shuni so'rayapti. Demak, buni biz tenglab qo'yamiz. Mana bu 3x minus 5 taqsim x minus 3 ni tenglaymiz minus 1 ga. Proporsiya qilib yubordik. Xo'p, shunda bu 3 ta x minus 5 teng bo'ladi minus x plus 3 ga. Minus x bu yoqqa o'tsa 4 ta x bo'lib qoladi. Bu yoqqa o'tsa 8 bo'ladi. Bu yerdan x ni qiymatini topsa 2. Bizdan rostdan ham mana buni minus 1 ga tenglaganimdagi qiymatni so'rayapti. X ning qiymatini. Demak, x 2 ga teng. Ya'ni teskari funksiya minus 1 nuqtada 2 degan qiymatga erishar ekan. Bu esa B javob. Yozib olsak bo'ladi. Hop, 5-misolimizda mana shu funksiyaning teskari funksiyasini toping deyapti. Biz endi boshida aytganimizdek nima qilamiz? Bu yerdan x hisoblab olishimiz kerak. Buning uchun buni bu tomonga proporsiya qilib olamiz. Shunda y ko'paygan 5 minus 4 ta x teng bo'lib qoladi 7x minus 3. Bu yerdan bitta ko'paytirib chiqsak 5y minus 4 ta xy teng bo'lyapti 7x minus 3 ga. 4x ni bu yoqqa o'tadigan bo'lsak 7x plus 4 ta xy teng bo'ladi bu tomonda o'zi 5y minus 3 bu yoqqa o'tsa plus 3 bo'lib o'tdi. Ya'ni x larni bir tomonga yig'ib oldik. Bu yerdan x ni xavfsini tashqariga chiqib ketadigan bo'lsak 7 plus 4 ta y teng bo'lib qoladi 5y plus 3 ga. Bu yerda x ni o'zini qoldiradigan bo'lsak, bu bo'lib o'tadi bu tomonga. Shunda 5 ta y plus 3 taqsim 7 plus 4 ta y ko'rinishi kelib qoladi. Endi y teng xuddi x ga simetrik buryapmiz. Ya'ni x ni y da o'rnalashtirib qo'yapmiz. Shunda har bitta x o'rniga y ni yozib chiqaman va har bitta y ni o'rniga esa x ni yozib chiqsak bo'ladi. Shunda bu 5 ta x plus 3 taqsim 7 plus 4 ta x. Ya'ni mana shu funksiya, mana bu funksiyaning teskari funksiyasi bo'lgan ekan. 5x plus 3 taqsim 4x plus 7 degan javob bizda B javob bo'lyapti.